Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun biz sizlar bilan vazirат qilish jarayonini ko'ramiz. Tovarlarni vazirat qilish jarayonida juda ko'p xatoliklar yuzaga kelyapti. Tadbirkorlardan juda ko'p savollar kelib tushganida bu videoni qilmasam bo'lmas ekan degan xulosaga keldim. Xo'p, o'zi vazirat qilish jarayoni qanaqa bo'ladi? Mo'yskladda bu ikkita ko'rinishda bor. Birinchisi bu roznitsa, ikkinchisi bu отгрузкада vazirат qilsa bo'ladi. Aksariyat holda tadbirkorlar shunda vazirат degan joyga kirib, o'zligi shu klient tanlashyapti, ism sharifini tanlab, aytaylik, misol uchun iPhone deylik. iPhone tovarini tanlayapti, narx-navosini belgilayapti va vazirat qilyapti. Vazirat qilgandan keyin sizga bitta dona iPhone sizni skladingizga kelib tushadi va vazirat amalga oshirildi. Bu qilish jarayoni to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Albatta bu 100% noto'g'ri. Tasavvur qiling, sizda hozirgi vaqtda iPhone tovar sotishingiz mumkin, lekin bu tovar qachon sotilgan, kimga sotilgan, necha puldan sotilganligini siz hozir ko'rayotganingiz yo'q. O'zi qonun bo'yicha ham sizlar sotayotgan paytingizda mijozdan so'rashingiz kerak, ya'ni chek ko'rsating, biz o'sha orqali tekshirib olamiz. Bizdan qachon xarid qilganingizni deb aytib so'raydi. Bu jarayonni siz отгрузкаdan bemalol ko'rishingiz mumkin. Misol uchun biz agar shu haqiqatdan ham shu Aziz degan odamga biz iPhone sotgan bo'lganimizda edi, bu отгрузкamizni spiskasidan kelib chiqardi sразу. Men hozir taxminan bitta sotib отгрузка qilaman. Ertaga misol uchun klientdan so'rasangiz, siz bizdan ismingiz nima, telefon nomeringiz necha deb so'rasangiz, o'zi hamma spiskasi bo'yicha chiqib keladi. Mana men hozir Aziz dedim va bu yerga aytaylik, men o'zimni mahsulotim, ya'ni nima vazirat qilayotgan bo'lsa, filtrdan tekshiraman. Demak, Aziz aka, siz bizdan iPhone olgan ekansiz, taxminan qachon olganingiz desanglar, bu yerda keyin vaqt soatlari bilan chiqib keladi. Agar bir necha marta olgan bo'ladigan bo'lsa, bir nechta отгрузкасini spiskasi keladi va shundan keyin sizlar bilasizlarki, demak, siz bizdan 22-sanada olgan ekansiz. 13.492.000 so'mga to'g'ri kelyapti deb, mana shu отгрузкasidan sizlar vazirат qilsanglar, o'shanda bu to'g'ri bo'ladi. Mana men hozir vazirratni bosaman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda hozir vaqtini saqlanishda bosaman, mana zanjir paydo bo'ldi. Ya'ni biz 22-sanada sotganmiz va 22-031da bu narsa vazirат bo'lyapti. Ya'ni mana shu jarayoni bu to'g'ri hisoblanadi. Chunki bu jarayonda sizlar aniq bilasizlarki, mijoz sizdan olgan, narx-navolarida hammasi bu o'sha holatda bo'lganligini tasdiqlash mumkin. Birinchi hozirgi vaziratda qilganimizda bu narsa jarayoni yo'q. Oddiy misol qilib aytaman sizlarga, agar hozir men kirib, aytaylik, sizlardan iPhone olgan edim, 2 hafta oldin, o'shani vazirat qilgani keldim desa, bu tovar o'g'irlangan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun sizga kasseringiz chek so'ramaydi, balkim siz o'zingiz chekka bermagan bo'lishingiz ham mumkin. Shunday bersa, o'g'irlangan tovari sizni tovar обороtingizga kirib ketadi. Va bu necha puldan o'sha payt sotilgan, qanaqa narx bo'lgan, kurs qanaqa bo'lgan, dollar qanaqa bo'lgan, u narsani inobatga olmasa shunda vazirat qilib oladi va bu noto'g'ri оборотga kirib ketib qoladi. Demak, bu birinchi jarayoni. Endi ikkinchi jarayonni ko'rsataman. Demak, bizda demak, mana hozir mana smeni ochyapman. Biz hozir yangi shu tovarlarimizni sotamiz. Aytaylik, 2 dona Coca-Cola, 2 dona iPhone sotamiz. Aytaylik, biz kartadan to'lov amalga oshirdik. Endi buni biz vazirат qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana menda hozir bugungi kunda mahsulotlarim turibdi. Vaziratni amalga oshirayotgan vaqtimda qaysi mahsulotdan nechta vazirат qilmoqchi bo'ladigan bo'lsam, shu soni qoladi. Agar qaysi tovarni men vazirat qilmoqchi emas bo'ladigan bo'lsam, men uni minus qilib yo'q qilishim kerak bo'ladi. Demak, hozir vaqtda men 2 ta Coca-Coladan vazirат qildim va bu jarayon
o'sha kunni o'zida savdo bo'lib va o'sha kunni o'zida voзврат bo'lyapti. Demak, bu birinchi vaziyat. Bunda o'sha kassalaringiz hammasi to'ppa-to'g'ri chiqadi. Endi shunaqa vaziyatda bo'ladiki, siz demak sotdingiz. Oradan bir hafta o'tgandan keyin sizga mijoz kelib, "Men mahsulotimni voзврат qilmoqchiman" deb aytadi. Bu jarayonda nima qilish kerak? Buning uchun sizlar rozница degan bo'limiga kirasizlar va bu yerda продажа degan joy bor. Odatda sizlar savdoni amalga oshirgan paytingizda mijozdan so'rashingiz kerak. Siz bu bizani mahsulotimizni qachon xarid qilgan edingiz? Taxminan kun, vaqt, soatlarini bilasizmi deb so'rasanglar, mijoz o'zi aytadi. O'zingizga kerakli bo'lgan kunni ochib, tovarni filtrga qo'yib ko'rishingiz mumkin. Endi men hozir bitta oddiy misol tariqasida ko'rsataman. Mana menda hozir Coca-Cola 1,5 litrli sotyapti va iPhone 15 sotilyapti. Aytaylik, men hozir mana shu oldingi kun deb agar hisoblaydigan bo'lsak, aytaylik Coca-Cola voзврат qilmoqchiman. Sizlar dokumentni bosasizlar va bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita voзврат tugmasi turibdi. Birinchisi с точки продажи turibdi, ikkinchisi основной kassa RKO deb. Ya'ni buni nima farqi bor? Birinchisi bu sizni kassangizdan hisob-kitob amalga oshiriladi va bu sizni kassangizni o'ynab ketishi imkoniyati bor. Sababi sizda oldingi kunlarda smena yopilgan bo'ladi, uni pullari seyfga o'tirgan bo'ladi va u yerdan pulni olganni jarayonda siz uni hisobini olib yurishingiz kerak. Bu ikkinchi yo'li bor. Ya'ni RKO degani, agar hozir mana shu Coca-Cola'ning ikkita donasini voзврат qiladigan bo'lsam, mana men hozir aytaylik, ikkita dona shu kuni 15 mingdan savdo bo'lgan, 30 ming so'm bo'lyapti. Buni amalga oshirganimdan keyin bizni kassadan emasda seyf pulida mijozga 30 ming so'm beraveramiz va bu bizning ostatkamizga уже kelib tushadi. Va bu haligi ko'rsatganimdagi zanjiri ham paydo bo'ladi. Bu bizda shu ikki xil voзврат turi bor. Hozir sizlar ikkalasini ham ko'rdinglar. O'ylaymanki, endi bundan keyin sizlarda savol tug'ilmaydi. Albatta bizlarni kuzatishda davom ettiringlar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xayr, salomat bo'ling.